أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. Biz o'tgangi darsda fiqhni qisqacha tanishtirib o'tdik. İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhi qisqacha tanishtirdik. Hanefi mazhab kitaplardan muatamat bo'lganlarni va mashhurlarni tanishtirib o'tdik. Muxtar bilan ixtiyorning muqaddimasini o'qidik. Bundan keyin ixtiyorning matni bilan ma'lummiz. Musannif rahmetullahi alayhi dedi Kitab at-Tahara. At-Tahara ve hiye fil lugati mutlaqun nazafa. Pakizlikni bildiradigan so'z tahorat degan. Ve fiş şer'i an-nazafatu anin najasat. Şeriatda istilohiy ma'nosi ma'naviyya yoki moddiy meynatchilikdan pokizlik bo'lishi mumkin. Wal wudu'u fil lugati min al-wada'a. Al-wudu'u vav pishalat o'qilgan bo'lsa al-wudu'. Al-wudu' desanglar, ba'zi lug'at olimlari bu shu tahorat qilishni bildirdi yoki masdar deyishi mumkin. Ba'zilar al-wudu' degan tahorat oldigan suvni deymiz. Shuna al-wudu' desak bi fathil vav tahorat oldigan suv deb ishlatib qoldi ko'pincha ulamolar. Al-wudu' tahorat qilish masdar. Endi wudu' degan lug'atni nimani bildirdi? Minal wada'a. Wada degan go'zallik, pokizlik. Shu ma'nolarda keladi. Muallif debdi va huval husnu. Husni jamal, go'zallik, chiroylilik. Masalan, hadisda imra'a wadi'a deb keladi. Imra'a wadi'a degan chiroylik. Yuzi masalan nur yig'ib turadigan degandek ma'noda. Va fi shar'i wudu degan shariatda istilohiy ma'nosi al-ghaslu wal mashu fi a'da'in maxsusa. Ma'lum a'zolarni, badan a'zolarini yuvish va silashdan iborat yoki masx qilishdan iborat. A'do maxsusan nimadan iborat? Shu Alloh taolo oyatda degan a'zolar. Yuz, qo'l, put va boshni masx qilish. Va fihi al-ma'na al-lughawi. Shar'iy istiloh ta'rifida wudu'ning shu lug'at ma'nosiga mazmun bor edi. Nima uchun? Li'annahu yuhassinu al-a'da' allati yaqa'u fiha al-ghasl. Chunki yuyilgan a'zolini go'zallashtirdi tahoratga. Yuvgan sira paqrab go'zallashadigan gap. Wal ghaslu al-isala. Ani yuyish degan nimadan iborat? Mush fiqh kitoblarida nurg'un sharikatni ta'riflaydi. Ta'riflashi boshqa narsadan farqini ayirish, hukmini aniq bekitish. Mesela o'lam desa, o'lam degan nimadan iborat? Manda bo'lsa o'lam deymiz degandek. Yani mesela juish dedi. Bu lug'atga munosabatli kishi bo'lsa, mesela juish nimadan iborat? Bu suvni eqitish. Mesela badanga suvni tekkizib eqitishdan iborat. Al-isala degan eqitish. Wal mashu, endi masx qilish desa al-isoba. Isobani biz dal tekkizish dedik. Mesela qo'lni namdab suvning namligini bir badanga tekkizsak, bu masx bo'ldi. Bundan keyin yuyish bilan masxdan ikkisining farqi shu. Badanning ustidan suv iqsak, yuyish bo'ldi. Suvni tekkizib iqitmasak, masx bo'ldi. Va sababu fardiyatil wudu' mush tahoratning farz bo'lishining sababi, nima sababdan farz bo'ldi? Nima uchun tahorat olamiz? Demaslik kelsak, bu namoz o'qish maqsad qilganda bilishimiz kerak bo'lgan muqaddimatul vojib deymiz. Usul fiqhida muqaddimatul vojib. Namoz farz. Farzni boshqa mazhabdagi ulamolar vojib deb ataydi. Farzning muqaddimasi yoki sharti namoz o'qish uchun shu tahorat bo'lmaydi. Mushundan hozir tahoratning hukmi nima degan savolga javob chiqib qoldi. Shunami? Namoz o'qimoqchi bo'lsa tahorat qilishning hukmi nima? Farz. Yani ayrim tahoratning hukmi farz demagan bo'lsa-mu, hozir tahorat qilishning farzligining sababi degandan farzgan degan gap chiqib qoldi. İradatus solah, yani namoz o'qimoqchi bo'lgan chaqda tahorat qilish farz bo'lishining sababi namoz o'qishni maqsad qilish. Liqavlihi ta'ala: "Iza qumtum ilas-solati faghsilu." Yani fiqh kitoblarda oyatning dal misol qildigan yerini, dalil qildigan yerini kesib oladi. Yani oyatni butun o'qimasin.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يمش آيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما نمشن رضي الله عنهما ديماز عباس وعبد الله هر ikisi sahabe oğulluqtın. معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون tartını yoqlab qilib namoz o'qishga turmoqchi bo'lganinglarda namoz o'qiy degan vaqtinglarda tart elinglar degan bo'ldi deb tafsir qilgan. Demak hozir bu oyatning zohiri qarasak hozir zohiri nimani bildirdi? Tartını bo'lsin, tartını yo'q bo'lsin. Namoz o'qiy desanglar, tartilishing lozim degan buyruq mı? Lekin Ibn Abbas radhiyallohu anhu tartını yo'q bo'lgan ahvolda dedi. Tarat olsa ikki namoz o'qisak bo'ldi demoqchi. Bu hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki sharakatlari bilan isbotlangan sahoba kiramlar tushungan mazmun. Masalan, Makka fathi bo'lgan chaqda, Xandak g'azotida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir tahorat bilan bir qancha namozni o'qigan. Hazrat Umar sizlar hech qachon qilib boqmaydigan ishni bizni qillar degan ekan. Bu shunda joiz bo'lganligini ko'rsatib qo'yish uchun o'qiganligini bildirgan. Ana shada iza qumtum ila solah namozga turib bo'lgan chaqda degan bo'lmaydi. Bir majoz bor. Namozga turib bo'lib, ondan namozni boshlab qo'yib, ondan tartib qiling degan bo'lmaydi. Namozni boshlash ilgari namoz o'qish maqsad qilgan chaqda degan bo'ldi. Davolkan bu yerda majoz bor. Namozni iroda qilmasdan yo'qsa bizga tushunmaydigan bir odamga tushuntirib qolsa nima ish qilmasa taratilish farz bo'lib qoldi desa, shu namozni iroda qilmasdan deblar. Buni musulmon bo'lsa namoz o'qimoqchi bo'lgan chaqda shunda tartilish bor. Oyatda shunda buyurganda emas. Uni kabrolab qolsa bu shu Allohning buyrug'i. Biz shunda Allohning buyrug'iga lavay deb bizga keltirgan bandalar deymiz ishtiga. U o'zi qabul qilmasa o'zining ishi. Lekin biz musulmonlar radina billahi robba va bil islom dini bo'lgandikan Allohning amri shu ibodat degan shunda nima uchun deyilmaydigan narsa shu. Nima uchun bo'lmaydi odat ibodat? Qil deydi, qildanga. Yani bu ayetni ba'zi olimlar burungi chaqlarda tartibi olsun, yo'q bo'lsa har namozga zodi tartibi odammo tartilishi kerak deb buyurilganda, keyingi vaqtlarda tartib yo'qlar, yana tartildigan tartibi shu o'zining tartib o'qiyasi bo'ldigan unda yengiltilgan deb qaraydi. Yani mansux bo'lib ketgan ilgirki hukm emas. Unda onki oyatning zohiri hozir tartibi odammo tartilishi kerak degandek mazmun chiqib qoldi zohirdan. Lekin bu mazmun icma'an gayr murad. Bütün alimler zaten tertibi adam tertamisin buldu dedi. Çünkü ayetinin lafızı o. Namaz okumak istiyorsan tertim dedi. Belki hem de sistemlik okumak aldım bizse. Yani ayetin vasıta hüküm alman dedi aldım bizse. Ya Uygurça tercüme Kur'an'ı okup nukullam kaççı hüküm çıkarışı mümkün. Namaz okumak istiyorsan tertim dedi. Bazı tertim var. Lekin namaz okumak istiyorsan tertimleşim gerek. Deyişi mümkün. Lekin sizler onda sistemni o'qig'alichu Ibn Abbosning, sahoba kiramlarning, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zi qilgan ishlarini hammasini bunda akab turib, yo'q buningdan maqsad ma'vo deb ayiramiz. Bizning farqimiz shu. Va o'qig'alan. Ba'zi shunda har xil gaplar chiqib qoladi-ku. Va farduhu, fardul wudu demakchi. Ghaslul wajhi va ghaslul yadayni ma'al mirfaqayn. Birinchisi yuzni yuvish, ikkinchisi qo'lni jaynak bilan birga yuvish. Ve meshu rub'ar ra's başninki yoki chashning desak bo'ldi chechib adam bo'lsa başninki to'rtdan biriga masx qilish va g'aslur rijdayni ma'al ka'bayn ikki putni ikki o'shqi bilan birga qatib yuvish mush to'rti farz hozir. Nima uchun? Lima talawna biz o'qigan oyatga asosan mush to'rt narsa farz deganning dalili shu yuqori oyat. Mush to'rt narsaga olimlar birlik kelgan. Jeynek bilan yuvish bilan o'shqni qatib yuvishga azra ixtilof bo'lsa-mu, lekin qo'lni yuvish, putni yuvish, yuzni yuvish, masx qilish to'rt narsaga ittifoq kelgan. Fal wajhu ma yuwajahu bihi. Vajh degan nima? Yuzni yuvish dedi. Faslu wujuhakum dedi. Yuzni yuvish degan ekan bu yuzning chek chegarasi narigacha. Va quloqni o'z ichiga olamdi, masalan. Bo'yinni o'z ichiga olamdi. Ya'ni yuz degan so'zni ta'riflamoqchi. Ma yuwajahu bihi. Boshqalar bilan
qarama-qarshi turib yuzlangan chaqda boshqalarga yuzlanib turadigan narsa shu boshninki boshqalarga qarab turadigan qismini yuzlaymiz. Wa huwa min qusas ash-sha'ri ila asfal adh-dhaqn tula. Bunun cheksigrisi soch o'sishga boshlagan joy, sochning boshlanish nimasi? Sochning old tarafida, masalan, peshonning ust tarafida soch o'sgan joyning bosh qismi bo'ldi. Shuna qusas ash-sha'r demakchi. Shu yerdan inakning ost tarafiga qadar uzunlikqa o'lsak, shunday bo'ldi. Shu yerdan shagacha. Wa ma bayna shahmatayil udunayni ardan. Ikki quloqninki yumshoq yeri bor, halq soldigan. Ayollar halq soldigan. Shu yumshoq yerini shahmatayil udun deymiz. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chechi mo'risga yoki shu quloqning yumshoq qadar kelibdi deb bor. Ya'ni ba'zi hadislarda barmoqini, ibhamni shu shahmatul uzunning udulista qildi deb bor. Allohu akbar degan chaqda hiza shahmatayil udun desak, shu barmoq shu udulda bo'ldi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda shunday. Navoniki hozir yuzningki to'rt tarafini biz bekitgan bo'ldik. Wa saqata ghaslu batinil aynayn. Ko'zning ichini yuvish vojib emas. Yuvish tushib ketdi. Nima uchunsa lima fihi min al-mashaqqati wa khawf ad-darari bihima. Chunki u ko'zning ichini yuvimiz desak, jafo tortib qolamiz va ko'zga ziyon, zahmat yetishi mumkin. Yoki menda desak bo'ldi. Bu ko'zning ichi muvajaha qilgan chaqda qarshi tarafga qarab turgan ya emas. Garchi endi qaragan chaqda ko'zning qarashi nimasi ko'rinsa, lekin u ich tarafi, qapoqning ich tarafi emas. U taraflar muvajaha qilib turgan yuzimiz boshqalar bilan qarama-qarshi turgan ya bo'lmag'achqa desak bo'ldi. Lekin ya degani xavfud darar, ziyon zahmat yetib qoladi. Va bihi tasqutu at-tahara. Bihi degandagi damir xavfud darar, mashaqqa yoki xavfud darar. Shunda bo'lib qolsa, u yani pokizlash kerak bo'lmaydi. Va yajibu ghaslu ma bayna al-'idhari wal-uduni. Al-'idhar degan chekidan shunda chach tushib soqol bilan tutishga yavago. Shunday quloqning udildiki. Asha bilan quloqning o'tirda 1 santda chach o'smaydigan orliq bor. Aqyava. Ammo chach o'sgan yana azar dedik. Quloq bilan shu chach o'sgan orliqni, ash aqyani yuvish vojib deydi. Yani bu yuzning doirasiga kirdi demakchi. Hozir azar degan nima dedik? Quloqning udildiki, chach soqol o'sgan joy. Chekini quloqni o'tkazib bekavur shunday. Yo'qmi, chach o'sgan joy. Hamda chach bilan quloqning o'tirda kichikkan chach o'smagan yava. 1 sant ya 1 barmoq kenglikida, shunchalik bir yava shuni hamda jumamdiq. Bu yuzga tavama emasmi? Muvajaha bo'lashda, muvajaha bo'lamdiq, qarama-qarshi qarab turgan odamga demakchi. Hanifiy mazhabda hisob bo'lgan qarash yajibu ghaslu ma baynal idari wal udun. Ashu aqyani yuymiz vojib deb. Izar degan chach bilan mana tutashgan yerinde doqmay va o'smagan yani. Chach bilan soqol o'silgan joymishadi. Misha. Cheki desek bo'ldi-ku. Cheki deyish mumkin. Yana bu Uyg'urcha dil ismi yo'q. Sizlar shunda qarab tushunib olsangiz bo'ldi. Mayadiki tutib degan va yuvajib degan mushgap qandayroq dalilga farqlanishi va hadis qayerdan kelganmi? Yo'q, lug'atdan kelgan. Tagsilu vujuhakum dedi-ku, yuzingni dedi. Bu yuzimiz nereden yüz oldu? Bazı mesela yanım yüz divasa mesela. Ya ma gadimdan tart bu şeyimiz yüzlep turasa. Bunun bir çekçigisi olaş lazım. Lugatta bu vecih degan nimdan kelgan muvajahadan. Mesela cihad degan mi şu vecihdan kelgan. Davanikin bu qarab turgan chaqda shu oldidagi odamga yuzlanib turgan boshning shu qismi vejih bo'libdi. Davanikin mushu vejihning ichidagi o'rin demakchi. Bu so'zning aslini lug'atda ma'nosini siz dalil qilish. Ha, chunki vujuh degan mushu arab tili. Ama arab tilida bunda atidi. Atovaniki mush arab tiliga mush so'z nimani ko'rsatadi? Hukmini bekitish lozim. Agar mesela lahjini o'rtasida ixtiloflar so'z bo'lib qolsa. Ixtilof bo'lsa, undan fuqaholama o'chaqda yana ixtilof tushanga. Buni misollar chiqdi. Li'annahu min al-wajmana. Ashu joymo yuzning bir qismi, shuni yuyish lozim. Xilafan li Abi Yusuf rahimahullohu ba'da nabat al-lihyati li suquti ghasl ma tahta al-'idhar. Yani İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayh eşyan jumusun buldu dedi. Qachon? Ba'da nabat al-lihya. Saqal o'sgandan keyin
Ay sakal bilan quloq oraliqidagi joyni yumsaqmi bo'ldi. Lekin sakal o'sashtirilgurchi yuymaz. Hem sakal o'sgandan keyin nima uchun yumaymiz yana desa, lisuquti ghasli ma tahta al-'idhari, sakal o'sgandan keyin ay sakalning ostidagi terini yuyish vojib bo'lmaydi. Shu sakalning ust tarafiga tekkizimiz qo'sini. Tigini ham yoki suv tekkizish vojib bo'lmagan ekan, ustiga ham tekkizgan ekan, sakalning ostidagi ash teriga suv tekkizib yuyish kerak bo'lmasa, sakalning osti aqyadan yaqin turib shu yerni yuyish vojib bo'lmasa, ajraq yerni yuyish albatta vojib bo'lmaydi dedi. Sen bu sakal o'sgan joy, sakal chiqqandan keyin tigini yuyish kerak emas dedik. Yani bu yerni yuyish kerak bo'lmasa, ma o'ziga yaqin-ku bu yer. Bu yerni yuyish kerak bo'lmasa, ma jiroq bo'lgan bu yerni yuyish kerak bo'lmaydi. İmam Abu Yusuf'ninki qarashi shu ekan. Qulna saqata zalika lil ha'il. Bu yerda sakaldan iborat bir to'sab turgan narsa bo'lg'achqa, uning ostini yuyish tushib ketdi. Mayli dedik, jumsan bo'ldi dedik. Lekin bu sakal o'smagan aqyada to'sab turgan narsa bormi? Yo'q, undan kim buni yuysa deymiz dedi. Mishada hozir qulna deganga diqqat qilaman. Qulna degan shu fiqh kitoblarida yoki boshqa ilm fanlaridami takrorlanadi. Bir olim munda debdi, biz qulna. Fa in qala qulna masalan. Bu biz manda deb raddiya beramiz, manda deb javob beramiz degan. Mavsili degan Mavsili hozir shu mazhabning qarshini yaqilab turib, Imom Abu Yusufning qarshiga raddiya berdi. Biz deganda shu Abu Yusufdan boshqa Hanafi mazhabga olimni demakmiz. Shu İmam Abu Hanifa va Muhammadning qarshini tutib mangadigan ulamolar shu qarashini tanlab Abu Yusufning qarshiga raddiya berdi. Ha'il degan to'sab turgan narsa. Ba'zi o'rinda ha'il deb kelsa, qo'sqidi yo'q ayolni bildirdi. Hamilning qarshiligida ha'il. Wala ha'ila huna. Yani bu sakal o'smagan joyni to'sab turadigan, yo'gab turadigan bir chash bo'lmaganlikdan biz uni yumsaq bo'lmaydi dedi. Abu Yusuf va huwa aqrabu minhu degan, al-izaru aqrab min al-bayad demakchi. Damirni shunda qaytsan bo'ldi. Wa qala Zufar rahimahullah la yadkhulu al-mirfaqani wal-ka'bani fil ghasl. İmam Zufar qo'lni yuvgan chaqda ikki jaynak yuyilmasin bo'ldi. Putni yuvgan chaqda ikki o'shq yuyilmasin bo'ldi. Jaynakda masalan jaynakka yaqin qolgan chaqda o'sha qadar yursak jaynakni qetib yumsak bo'laverdi. O'shqni ham yumsak uning ostini yursak bo'ldi deb qaragan. Shunga matnul muxtarda z harfini belgib qo'ygani Imom Zufar ma qarashga ketilmaydi. Boshqa qarashi va deb qo'ygan ishorat. Nima uchun? Li'anna ila lil g'oya. Chunki ila degan musharraf bir g'oyani bildirdi. Falaniyagicha degandek. Yani falaniyagicha degandan jaynakkicha berib to'xtang, yurishni to'xtang, jaynakni jumson bo'ldi degan gap ma'vo demakchi. Zufar. Xuddi masalan, ma ishkaldini qo'shimizning ishga qadar supurtang desa, qo'shimizning ishkining oldinmi o'zga odamdo, yo qo'shimizning ishkining oldiga kelib qolsa to'xtab olgan gapmi? Masalan, ba'zilar to'xtab ishlaydi, ba'zilar uning oldini supurtish lozim deyish mumkin. Qulna, mana qulna degan nima deb iborat? Hozir Imom Zufarga raddiya berishmoqda. İmam Zufarning qarashini o'tirib qo'ydi. Qulna degan ekan, biz Imom Zufarga bunda raddiya beramiz. Shu mazhabning chirki qolganlar. Mazhab qarashini tutganlar Imom Zufarga raddiya beryapti. Hozir ma qulna degan mush so'zni bir fiqh yoki shar'iy bilimda ko'p tafsirdimi, boshqa tavhiddimi, kalamda hammasida bor. Bunda kelsa boshqa qarashlarga raddiya berishni ko'pincha. Qulna mana biz Imom Zufarga raddiya berib deymizki, va tusta'malu bi ma'na ma'a. Sizlar esa ila ma'nislam kildi dillah. Lekin biz deymizki, ila ma'nislam kildi, ma'a ma'nislam kildi. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda va la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Yetimlarning mol-mulkini o'zingizning mol-mulki bilan birga qitib yomanglar dedi. İla degan gap o'shada ma'nosida ma'nosi kildiganligi dalilmi? Ma'nosi keldi mana. Ila ma'nosi bilan keldi degil bo'lmaydi. Ma'nosi keldi, ila ma'nosi keldi. Har ikkisi tan ehtimollik bor bu yerda. Nabog'atda shu o'shqi tushunishimi tarat bo'layotgan-a? Yo'q, hozir ham shu bo'laveramda ashuni bahs qilyapmiz. İmam Zufar bo'laverdi debdi, biz hozir bo'lavermaydi demoqchi. Fatakunu mujmala
Fetekunu degan mushu fe'lning fa'ili ayatul wudu. Ay tartilishga buyurgan oyat var-ku. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati degan ash oyat mujmal deymiz. Mujmal nimadan iborat? Masalan, ulumul Qur'onda sizlar mujmal, mubayyan, mutlaq, muqayyad deb o'qiysizlar. Mujmal degan ma'nosida bir xil ehtimollik bor. Man deganmidi, ya miyagich deganmidi deb sal uqonmay qoldigan ehtimollik bo'lsa mujmal deymiz. Masalan, mujmallar gap qildi deymiz-ku. Aniq tushunib ketgan olmaydigan mazmun demakchi. Fatakunu mujmala. Danikin biz zade o'shiqchi yub, o'shiqni jumay to'xtamdiq ya o'shiq bilan birga juyamdiq, jaynak bilan birga juyamdiq ya jaynakni jumay to'xtamdiq, toza uqonmay qoldigan bir ehtimollik bor. Chunki ila ma'nosimi bor, ma'nosimi bor. Oyat shunda mujmal, lekin shu oyatni tafsili bayon qilib turgan kimda? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilib turdi. As-sunnah mubayyina lil-Qur'an. Davomida mana vaqad waradat as-sunnatu mufassiratan laha. Mujmal holatida tashlab qo'ygan ahvol yo'q. Vahiy degan ikki qism bo'ldi. Vahiy matlu va g'ayri matlu. Rasulullohning bayon qilib berganimi vahiydan iborat. Davomida oyatda shunday ehtimolliklar qo'yib bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning chek-chegarasini aniq qilib u ehtimollikni yo'qotdi demakchi. Vaqad waradat as-sunnatu mufassiratan la. Sunnat ashuni izohlab keldi. Faqad sahha. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki annahu sallallohu alayhi vasallam adara al-ma'a ala marafiqihi. Suvni jaynaklarining atrofida cho'giltib yub tart og'irligi sahih kelgan deydi. Yani bu yerda bir narsaga diqqat qilaman. Maktabda hozir mushi ibora bilan kelgan hadisni sahha dedi, shunami? Jayniki shunda cho'giltib yudi degan mush hadis sahih kelgan dedi. Amaliyotda bu sahih kelmagan. Ajiz kelgan. Ma kitobning sirqaraqliq nusxa qarasanglar aslida ajiz deydi ashrat. Shunami? Munkara. Hamda biz o'quvchilar, tadqiqotchilar diqqat qiladigan o'rin mayli pimazatda bo'lsin, boshqa shar'iy bilimda bo'lsin, biror qarashqa bir dalilni kelgan bo'lsa, o'sha hadisning o'zi, shu lafzi yoki shu yo'l bilan kelgan ash rivoyat ojiz bo'lib qolsa, bu shu qarashninki sahih dalili yo'q deganligini bildirmaydi. Masalan, hozir mush rivoyatning ojizlik. Yani Resulullah'ın ceynekni juğallıqqa isbotlanmaganmi? Isbotlangan. Başqa hadislar isbotlangan. Yani fuqahalar odatda shu mazmun to'g'ri bo'lgan ekan. Bu hadisning ashshalik sahih rivoyatini shunda ataytni eklab nima qilib jumay. Esida qolgan hadisning birini eklab mazmun to'g'ri bo'lgan ekan, tasahhul qilib dalam birisini ekib qo'ydi shu. Lekin hadis shu narsa cho'q mush lafz bilan kelgan bo'lsa, ma lafzdan bir harf o'zgargan holatda sahih emas deb ma'no tadqiq qilish mumkin. Lekin mush mazmun to'g'ri bo'lgan ekan, bular azroq rivoyat olsin bizni ekildi, lekin buning sahih boshqa dalillari bor. Shuningdek hidoyada bir qarashda ojiz bir hadisimiz kelgan bo'lsa, bu dalil ojiz deb tepasi bo'lmaydi. Kelgan dalil ojiz ekan, bu sahih boshqa dalil bormi deb biz deymiz. Sahih boshqa dalil bo'lsa, bo'ldi, hisob. Masalan, yadimi? Adara ma ala marafiqihi degan mush rivoyat ojiz. Darqutni Bayhaqi rivoyat qilgan, buning sanadida Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Aqiba matruk. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jaynikini billa qitib jug'anga Sahih Muslimdagi Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mushahadisi dalil. فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه هنا هذا كين تقى ويشق مسلسة ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق هنا ve kolunu yiyip ceynekten halkıp ma ceynek bilen möre arlıqdaki mişani adud demizim. Mişayı kadar çıketken gel. Putunu juğa vaxtıdı mı oşuqtun halkıp şu tarafiga tizib qarab ketgan gap. Nanki Rasululloh jeynaklar oshqin jug'anmi, jug'maganmi? Jug'an. Say isbotlanganmi? Isbotlangan. Nanki ma kitobga sahha degani to'g'ri. Sahha degani sahih. Lekin adaral ma ala marafiq degan shu lafz bilan kelgan rivoyat ajiz, zaif deymiz. Dalil bo'ldi demoqchidamisiz? Demak, hozir faqat sahha degan to'g'ri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jeynakni jug'anlikqa, oshqin jug'anlikqa sahih kelgan, Sahih Muslimdan kelgan hadisda keldi. Ölmanın davası bununla acizlerini keltirgen yaptılar. Şu qarşı çıxsa, qarşı çıxdı. Qarşısı yo'q bunun. Ma aciz bo'lganmi, men sahih ba. Debla bunun o'rniga dastur qo'ysak, tamam. Abu Hurayra o'zining sunnatlar belgi olmush,
Değnekni asır yurishni o'zini. Yo'q, Abu Hurayra hozir o'zi qilgan ish bo'lsa, masalan Abu Hurayra beshig'i masx qilib, keyin boyonlar qadar masx qilib, uning putini bijalik qadar bunda jug'an ahvoli bor. Lekin bu Abu Hurayra o'zi qilgan bir rivoyat kelsa, bu Abu Hurayraning ishi deymiz. Lekin bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanday tarixini menda ko'rdim deb rivoyat qildi. Ya'ni qiyguchi hozir bu yerda Abu Hurayra emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nonken Rasululloh jenakni bo'shqini birga qatib yutganmi? Yutgan. Bo'ldi. Undan keyin hozir Zufarga mana raddiya berildi. Wa ra'a rajulan tawadda wa lam yusil al-ma'a ila ka'bay. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir g'azotdan qaytib kelayotgan chaqda qo'shindagi mujohid sahobalar tartilib, oldirab tartib ustini juplam putning oq tarafini jumugan. Jumugan ekan, faqala waylun lil a'qabi minan nar. Arqisi yuyulmagan putlarga do'zax azobidan voy degan bo'ldi. Bu yerda aqab degan so'z diqqat qiling. Aqabni ba'zi ulamolar o'sha domboq chiqib qolgan o'shiq shu debmi qaraydi. Hozir maktabda xuddi shu o'shiq maqsad qilin degandek ekapti. Amaliyotda bu o'shiq emas. Putning oq tarafi. O'shiq qoldimi? Nima oq tarafi? Baxotan tarafini sen so'njiq deydiz. So'njiq. Ha, bilamsan? So'njiq deydigan gap bor. Boshqada buning ismini bilmaydi. Nima ko'z qo'ya? So'njiq degan boshqa mazmunda bo'lishi mumkin. Lekin so'njiq deb men shunday tushunaman. Putning oq tarafi. Mo'zdozli bo'lishi mumkin. Mo'zdozda buning mushak qilgan yerini bir narsa deydi. Oq put deydi. Ha, oq put, ha? Mesela o'shiq degan ma'vo. Tamam? Sen qaridaganda haqiqatan sizlarda qaridayotganda mushak gap esingizga gap qolsanglar, diqqat qilib qo'yinglar. Yuyishda mishali sal chalqilgan bo'ladi. Mush oq tarafi mana. Chunki aqib degan moddani butun oyat hadisda kelgan, lug'at kelgan hamdasini shu oq tarafi kayni oshunda mazmun va ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Nima? Aql degan o'zining keyin kelgan farzandlari, avlodlar degan bo'ldi. Fa aqabahum nifaqan. Bir oyatda al-mahrni mustamasdan aqabtum. Ya'ni mushun butun moddalar ustida akasini tiyil navirib taqildi. Keyni oq tarafi degandek mazmun chiqdi. Davomida bu yerda bu muttafaqun alayhi desma waylun lil aqabi minan nar. Tapan deb tarjima qilindi bu holatda. Ya tapan desak bo'lmaydi shu. Putning oq tarafi deb tarjima qildi aqab degan. Yoki o'shiq desak bo'lmaydi. Degan o'shiqni deb qaraydigan ulamolar bor. Bu yerda xuddi o'shiqni demakchidak ekapti hozir. Chunki biz hozir o'shiqning bahsini qilyapmiz. Wa kadal ayatu mujmalatun fi mash'ir ra's. Jaynak masalasiga o'xshash boshni masx qilishdimi mujmal holatda deydi oyatni. An mujmal deganning sharhi shu. Tahtamilu iradatal jami'i kama qala Malik. İmam Malik rahmetullahi alayhi boshdan hammalarni masx qilmaymiz degan. Va msahu bi ru'usikum. Beshani masx qilinglar. İmam Ahmaddan ishqil rivoyat kelgan. Mashhur rivoyatda, Hanbali mazhabda asos bo'lgan rivoyatda İmam Malik bilan o'xshash. Va tahtamilu iradata ma tanawalahu ismul mashi kama qalahu Shafi'i. İmam Shafi'i rahmetullohi alayhi degandek, masx degan zotni ism vujudga chiqishlik, qanchalik bir chachqa masx qilsa, bo'ludi degan mazmun chiqishimi ehtimol deydi. İmam Shafi'i rahmetullohi alayhining mazhabida ba'zi olimlar 3 tal chach olsun bo'ldi degan. Ba'zi bir tal chach qilsa masx qilsin bo'ldi deganlar bor. Va tahtamilu iradata ba'dihi. Yana bir qismiga degan mazmunmi chiqadi. Masalan, amsaktu bil kitob desanglar, kitobni tutdim desanglar masalan. Kitobning hammasini qo'lingni qoplab turamda? Yo'q, bir qismini. Amsaktu bil bab desanglar, ishqning bilanlar qisqayanlar ko'rsatdi masalan. Bunday ehtimolliklar bor. Kama zahaba ilayhi ashabuna. Ashabuna degan so'zdan kimlar maqsad qilindi? Al-imam was-sahibayn. Al-imam was-sahibayn. Qash 3 imom maqsad qilindi dedik. Bizning imomlarimizdan shu 3 imom qaragandak bir qismini masx qilishni ko'rsatdi. Va huwa qadrul masx. Ay bir qismi masx qildigan miqdor shu deydi. Demak, hozir maktabda İmam Ahmadning qarashini ekanmidi, biz ketib ekan bo'ldik. Chunki İmam Ahmadmi bir mazhabning imomi. Va qad sahha anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam tawaddaa famasaha bi nasiyatihi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamninki tarat olgan vaqtida ko'kilisga mas qilganligi sahih hadis kelgan. Nasiya masalan, la nasfa'an bin nasiya. Nasiyatun kadibatun khati'a. Endi hadisda bi nasiyatihi wal amama degan, ya'ni sallining bil qitib mushu ko'kilisga yoki chechning old tarafiga mas qildi. Yani çaç azroq chiqib turgan bo'lsa, uning ustiga nima bo'lsa yoki sallam yoki bo'lgan bo'lsa, unda oqiroq tortmasdan chachni mas qilib, lekin salligimi mas qilyapti degan rivoyat bor. Ana Hanifiy mazhabda deydiki, bu salliga mas qilish ataytim mas qilaman deb qilgan emas. Bu Hanifiy mazhabning qarashi. Ataytim salliga mas qilaman deb qilgan emas, chachning old tarafiga mas qilib, ana bunda qo'l tekkan uni deb bunda qaraydi. Davonkin bular nasiya deganni shu asos. Bu salla hozir boshqa masala deb nasiyani tutib oldi. Ham nasiya degan ko'kuladi yoki chashning shu old tarafi. Peshonning ustidagi old tarafi. Fakana bayanan lil aya. Undan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu beshining bir qismiga masx qilganligi ash oyatdagi boshning qancha qismiga masx qilsa bo'ldi degan ehtimollikni bayon qiladi. Wa hujjatan alayhima degan ikkilan kim? İmam Malik ve Şafii. Albatta hamda ma kitobda ikkilanni tilga ilib hujja alayhima deb ulug'a raddiya adama biz İmam Ahmadning qatqan ekan o'shalarga raddiya aytib alayhim deymiz. Ana mushu Hanifiy mazhabning qarashi. Bunda qarasak mushu masalasida o'ttir hal qarash. Nima uchun endi İmam Ahmad mı şey rivayet qilgan Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu'ningki alt tarafının aq tarafiga apirib, aq tarafidan alt tarafiga akeldi degan rivayet qilgan. Bu mu diljatin jallaq. Yani bir tarafdan ehtiyotni ko'z tutgan. Mesela hammaga mas qilsak, bizning ko'nglimiz tul xotirjam bo'ldi. Beshanla mas qilgandan hammani maqsad qilgan bo'lsa, zammi qilsak, joyida qilgan bo'lmaymiz deb sayyidisilar ehtiyot tutgan. İmam Şafii şu mas qildi degan bo'ladigan shu jisiga tekkizmi, 3 tal chash tekkizmi deb bu mamda bak biz taraf chiqib. Davonkin ma o'ng taraf bilan sol tarafni o'ttirsa Hanifiy mazhab. Bir qismi yani 4dan birga nima qilsa bo'ldi. Bu o'ttir hal qarash. Lekin dalillar shunda ehtimollik. Mazhab ko'rsatgan shuni aqlli vojibni ko'rsatgan. Masalan, eng az 3 chash degan bo'lsa İmam Şafii bir tal chash, 2 tal chash qilsa bo'lmaydi. Lekin İmam Şafii'ninki bir tal chash deganligi bor, 2 xil qarash bor. Şimdi İmam Ahmad çayşının hemmesi kılış lazım diyen. Çayşının hemmesi kılış lazım da ançınca bazı bir atal çayşla kaptasın onu tarih doğru bulaverdi. Hanifiy mazhabda rubu'ur ra's deymiz. Şunu rubu'un az olib qolsa. Bo'lmaydi o. Farz ado bo'lgan bo'ldi, kam bo'lib qolgan bo'ldi deydi. Lekin Hanifiy mazhabda rubu'dan az masalasida taqa rubu'da bekitishda ixtilof hozir bayon qilindi. İttifaq o'g'ini boshdan hammasi olamay hisobla. Hammasi qilsa, hammalarning qarishi joyid bo'ldi deydi. Ham 4dan biriga tushib qolgan chaqda Shafiy mazhabmi bo'ldi deydi. Lekin Hanbali, Maliki bo'lmadi deydi. Endi 3 tal chashqa tushib qolgan chaqda Hanafiy mazhabmi bo'lmadi deydi. Wal muxtaru fi miqdar an-nasiyati ma dhukira fil kitabi wa huwa ar-rub'. Al-muxtar degandan biz mishada bir necha xil qarash borligini bilib olamiz. Bir necha xil qarash va buning ichidan birini tanlaymiz. Bizning tanlig'imiz ma'vo deb bizni o'tirib qo'yadi. Ya'ni Hanifiy mazhabda nasiya deganning miqdorini bekitishda ixtilof bo'lgan. Ulamolar xilab boqgan. Lekin biz o'sha al-kitob qaysi kitobda? Muxtasar al-Quduri'ni al-kitob deymiz. Hanifiy mazhabda al-kitob desa, o'sha Muxtasar al-Quduri maqsad qilindi. Mesela usul fıkhda yoki selektor fıkhda al-kitob deb qo'ysak, nima maqsad qilindi? Al-Qur'on Karim. Dallat alayhi al-kitob va sunna, al-ijma' al-qiyas deymiz. Al-kitob degan Qur'on Karimni ko'rsatdi. Yani Hanifiy mazhabida al-kitob deyilib qolsa, Muxtasar al-Quduri, boshqa kitob emas-a? Muxtasar al-Quduri shu maqsad qilindi. Nahvchilar al-kitob deb qolsa, Sibawayning al-kitob maqsad qilindi. İmam Malik mazhabida al-kitob desa, Mudawwana ya Muwatta masalan, shuning o'zidan bir kitobni maqsad qilindi. Her mazhabninki shunda atab ko'ngan bir kitob bor. Asos muhim kitobdan birini al-kitob deydi. Mabsut degan mabsut shuni muhim kitobning birisi. Lekin al-kitob deb qolsak mabsutni maqsad qilmaymiz. Muxtasar al-Quduri'ni maqsad qildi.
Yani Hanefi mazhabda al-kitab deb qalsa muxtasar al-Quduri. Yani ba'zi holda al-kitobdan bo'lsa Qur'on Karimni maqsad qildi. Lekin o'sha Hanefi mazhab ulamolar yozgan kitoblardan birisini deb qalsa shu muxtasar al-Quduri shu maqsad. Hozirdan to'rtdan biri masaqlarni degani bu. Ha, to'rtdan biri deb al-kitobda to'rtdan birini bekitgan. Lekin biz Qudurining deganini biz hisob qilamiz. Ilmning ijtihadimi yani? İctihad hazır. Nasiyaning miqdori qanchalik? Rasululloh to'rtdan biri masih qilganida deb rivoyat kelmadi. Nasiyaga masih qildi. Bu nasiya shuna qarasak, uni chashning chachvayani bunda mo'ljalab baqsak to'rtdan birga qildi ekan. Endi bosh qarashilchi, Hanafi mazhabga robani hisob qilib bosh qarash nimani hisob qilgansa, ba'zi alqanchilik degan. Alqan. Masalan, başlamışam shu alqonga to'g'ri keldi-ku. Alqanchilik. Ba'zilar 3 barmoq degan. Keyin qilib oldingi jamdir. Ona Hanafi mazhabi sunnat deydi. Lekin farz qatorida emas. Hozir farz oyatda bekitgan yani shuni farz dedi. Shu olqinlardan qilsa Ha. Yani sünnet ama billah farzdan billah katılırsak şu. Daire düşürgenden daire düşürgenden yok mu? Ra'as deganlar şu çaç ungan joyni ra'as deymiz deyirlar. Ba'zi olimlar al-udunani min ra'as degan rivoyatga asosan quloqni shu boshqa ta'va deydi. Shu quloqqa masx qilish masalasi kirib chiqadi. Başlap aldık yani yıldırıklık yani şu gərlərləri geçirmiş, nakiliti, kulakının kolu yıkırmış, mağalla, müstahap kadar kerimini yapmış. Biz hazır haratning farzlarini o'qiyotimiz. Farzlarni o'qiyotgan chaqda, mustahabbat, shuni oldirib ketib mustahabbatning gapini qilmadi. Farzni o'qiyotgan farzning gapini qilib, ana sabr qilib tursak, u mustahabbatning gapi kengre chiqadi, uni zerikib qolsin. Bundan biz to'rtdan biri deb belgiladik. Ham to'rtdan biri deb belgilash, mushfiqiy qarashlarning ichida o'ttira hal qarash, muvofiq qarash. Wala yazidu ala marratin wahida. Yani masqildina bir qatim, yani 2 qatim, 3 qatim bundan masq qilmaydi dedi. Bir qatim qiladi. Li'anna bit-takrari yasiru ghasla. Chunki takrorlansa, keyin suv oqadigan bo'lib, bu yuvishga o'tkilib ketib qoladi. Vel ma'mur bihil mash. Ne buyurulğunu masx qilish. Oyatda vamsahu dedi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bir qatim masx qilgan. Lekin buni mandachi qilib aytsak bid'at, makruh degan gap chiqib qolishi mumkin. Çünkü Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnati shu bir qatim masx qilish. Qala kim? قال المصنف في الاختيار وسنن الوضوء غسل اليدين إلى الرسغين 3 قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه لحديث المستيقظ. عند فرزları tugide. Farz oyatda bayon qilgan 4 narsa. Hanafi mazhab qanday qaraydi? Oyat zodi tarif ilishda kam bo'lsa bo'lmaydigan ishlarni sanadi. Bu farzdan deb tushundik. Undan boshqasi desa sunnat mustahab bo'lishi mumkin, hadislarda bayon qilingan. Lekin oyatda yuvish kerak bo'lgan, qilish kerak bo'lgan yerdan birini tashlab qo'ymaydi. Undan keyin 3-4 narsa farz. Ham qolganlari sunnat buni. Ghusl yadayn ila rusghayn. Rusghayn degan rusg'yam o'sha big'ish soatda qaydigan. Ama bir tarafini ku' deymiz, ma tarafini kursu deymiz arab tilida. Shunda big'ishning ikki tarafining ayrim-ayrim ismi bor. Ku', kursu'. İç tarafı ku', tashqi tarafi kursu'. Ghuslul yadayni ila rusghayni 3. Qo'lni big'ishiga qadar 3 qatim yuvish. Qabla idkhalihima fil ina liman istayqaza min nawmi. Uyqusidan uyg'ongan kishiga nisbatan bir qancha suv olib qolgan dastak masalan. Ya küttek bir narsada suv olib qolgan bo'lsa, uyqudan uyg'onib tartaladigan kishi suv olib tartaldi-ku. Albatta unda nugay masalan. Su aldıgan narsa ya hozir turbada shundan turbani to'g'risak shundan bo'lsa qo'limizdan suv tiqmagan ekan shu qo'limizni bosh yuvib tartalmas. Agar unda bo'lmay ustidan yoki suv ichmaydigan bo'lib qolsa qanday ishlatamiz buni? Ya mesela to'kab ishlasa bo'ldi. Qo'lni tiqish ajatsiz. To'kash uchun mesela kichik narsa bo'lsa bo'ldi, sal yo'g'on narsa bo'lsa uni tiqilolmaydi. Hozir bu yerda maqsad nima? Ehtiyot ma'lum. Bu hadisda bayon qilingani ehtiyotga iborat. Hadisda ama hadisul mustayqiz degan
uyqudan uyg'ongan kishining qo'li yuvib tahorat qilish haqida kelgan hadisga asosan dedi. Shu hadis nima? Bu muttafaqun alayhi hadis. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. Bunun her xil rivayeti var, lekin Buxari'nin rivayeti şu. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Sabqa vaqtida qo'li naldi juda uxmaydi. Ki o'g'ongan chaqda rasam bo'lmishda yotgan bo'lsa, bunda o'g'ongan bo'lishi mumkin. Qo'li pokimiz tartilib, shunda uxlabdi, beshini qo'lini ustida qo'yib, shunda o'g'ongan bo'lishi mumkin. Yoki uxlab qolib, qo'li yaldi, yo'g'lab yurib, keyin yana qo'lni joyiga kirib yotgan bo'lishi mumkin. Endi o'g'ongan chaqdamda nima uchun qo'limizni suvga tiqamdi? Ehtiyatan. Unda ibodatda ehtiyot yo'q, bu dengap qamlashmagan. Ehtiyot bormikan yo'qmikan? Bor. Bu hadisda masalan, bu qo'lni suv tiqmaslik shu ehtiyatan. Hadisda illat ko'rsatdi, "Li'annahu la yadri ayna batat yaduhu." Balki buning qo'li shu juqan pet oqshom yotgan pet bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa yana ehtiyatan qo'lni tiqmaydi. Mana shak tushib qolganda jazmiyatni tanlash bunda gapga nima deymiz? Bunda bir aniq nas kelgandan keyin o'sha amal qilamiz. Nas kamizcha al-yaqin la yazul bi shak. Boshqa qoida bo'yicha. Mushunda ahvolda ehtiyotlan qiling demoqchi hadis. Summa qila. Ana manda deyil ba'zi ulamolar ba'zi bir tafsillarni bayon qilib bunda dedi. In kana al-ina'u saghiran yarfa'uhu bi yadihi al-yusra. Mana bayatni degandek kichik bir dasta, kichik bir to'ngda so'lab qolsa, so'l qo'li bilan da ko'tarib turib, fayasubbu 'ala al-yumna, o'ng qo'li to'kidi. Summa bil yumna fayasubbu 'ala al-yusra. Ondan o'ng qo'li bilan yo'lab turib, so'l qo'li to'kidi. Li taqa'al bidayatu bil yumna. Nima uchun desa, o'ng qo'lni boshlab yuvish uchun. Kama huwa sunnah. Chunki hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'pincha ishlarda o'ngdan boshlashni yaxshi ko'rdi. Shunama tart elishida, soch soqolini tarab maylishida, kashlarni kiyishida o'ngdan boshlashni yoqtirdi. Undan keyin so'l qo'li bilan ko'tarib turib, o'ng qo'liga suv to'kamiz debdi. Va in kana al-ina'u kabiran, yo'g'on midil tammaydigan yo'g'on to'ng'ilib qolsa, yudkhilu asabi'a yadihi al-yusra madmumatan. Bu chaqdamda nugay yo'q, ha? Nugay ulab qolsa, yoki turbularni qilsak bo'ldi, ish tugadi, lekin bu cho'ng bir tungda suba usib oldigan minasi yo'q. Bunda bo'lgan ahvolda, endi burunqi oddiy hayotlar shunda bo'lishi mumkin. Endi qanday qiladi desa, endi qo'lni tiqmay chora yo'q hozir. Endi keyin buni bunda bir taklif beribdim. So'l qo'lninki barmoqlarini juplab turib, da cho'mishda qilib turib, olqanni tiqmay, barmoqni tiqib suv oladi. Fayaghsilu yadayhi liwuqu'il kifayati bidalik. Shunchalik miqdorda suvga tiqsa, maqsad ado bo'ladigan bo'lg'achqa, unda ortiq tiqmaydi. Ham charumida deb bilak kishi shunda qilmaydi. Wala yakfi bidun zalika fil adam. Odatda suv elish uchun hamda barmoqni uchini tiqsak suv og'ilmaydi. Cho'qimizda cho'mishda qilib turib barmoqni tiqamiz, lekin olqanni tiqmaymiz. Suv og'il bo'lmaydi hamda unda oz tiqsak. Qala wa tasmiyatullohi ta'ala fi ibtida'ihi. Neda hozir tahoratning sunnatlarini sanatidi. Sunnatlardan birisi tahorat elishni boshlagan vaqtida Allohning ismini atash, ya'ni bismillah deyish, sig'isi bismillah. Nima uchun sunnatmi shu? Limuwazabatihi sallallohu alayhi vasallam alayha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izchil mushundaq kelganlik uchun deydi. Nega diqqat qilinglar. Hadisda debdi, qala sallallohu alayhi vasallam man tawaddaa va zakara ismallohi ta'ala kana tahuran li jami' badanihi wa man tawaddaa wa lam yadhkur ismallohi alayhi kana tahuran lima asaba al-ma. Kimiki tahoratlab Allohning ismini atagan bo'lsa, bismillah degan bo'lsa, butun badanini paklash bo'ladi. Bismillah demagan bo'lsa, tahorat olgan bo'lsa-mo, shu suv tekkan yeri pokizlangan bo'ldi degan bir hadis. Yani ayetdeki tahorat bütün bedeni paklandı degan bu bir jismoniy qanish amaliyotdan dolayı anda bismillahni shaqilib bu bütün g'usl qilganlarda savobni bütün demakchimi yoki shunda fazla ortiq demakchi. Bu hamda o boshqa badanni g'usl qilgan ma'noda bo'lmasa-mo, suv tegmagan yerlarni yuyilgandeklam bo'lib ketadi demakchi. Lekin bu rivoyat, bu hadis ojiz.
Ya seyde kıldım ba. Aciz. Tesmiyetler digende de bismillah'dan da mı? Yak bismillah. Ayak demesi olsun. Ya onda değiştirmezsin Allah'ın namını ataş dedi. Allah'ın namını ataş en akıllını buldu. Bismillah bilen bu. Hem bireyden de Bismillahirrahmanirrahim El-Qadirul Gaffar diyorken bolsa anda bu mu Allah'ın ismini atakan buldu. Ha? Diken Resulullah adını mesela bunu Bismillah deyse onu da artık demeyse Resulullah mesela tarihte ağanca Bismillah da bu şeyler diyen de kelgen bolsa bu sünnet kılap deydik onu. Lekin bu yerda Bismillah degan so'z bunda keladi. Masalan, qurbonlik qilgan chog'da Bismillahi Allohu akbar deydi deb keldim ha. Biraylar qilib Bismillahirrohmanirrohim Allohu akbar deyman desa, va Rasululloh degan o'xshash dang deyishimiz mumkin. Lekin ma'taratda Allohning ismini atash degan ekan, Allohning ismini qanday atsa atagan bo'ldi. Allohning ismini tarjima qildim shu. Bismillah deyish deb tarjima qildim. Allohning ismini atsa deymiz. O'sha tarjima qildim. Allohning ismini atsa deymiz. Bismillah deyish deganda ulamolar Bismillah desa bo'ldi. Endi hozir mana hadis ojiz yoki ojiz deganlar ko'p olimlar ojiz degan. Lekin bu tarix olgan chog'da Bismillah deyish haqida shuni ojiz hadisdan kelgan. Tarix olganda Bismillah deydigan quloqni ko'tarib qo'yaman. Yani bunu sünnet deyish uchun muvodaba degan mazmun isbotlansa sunnat. Rasulullah devamlı şu kartağın Bismillah demte bunda mesele var. Aciz rivayetli geldi. Cih geldi lekin. Cih gelgenken bazı hadis alimleri acizden nur onu bolsa bunu da toplap ökülüp bu Hasan derecesiga yetido deb buni bir deri kötürüş mümkün. Köterse hani bir mazhab degandek sünnet degan gap chiqadi. Hani o'sha tartag'an chog'da Bismillah deyishning hukm masalasi. Sünnet ya mustahab degan ulamolar ko'pchilik ulamolar. Sünnet ve mustahab yani ikisi yaqin sünnet mustahab degan ish qilib unda qilish yaxshi degan mazmun bo'lgan ekan, bu ko'pchiliklar. Lekin Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyatda Bismillah deyish vojib. Masalan, qasdan Bismillah demaydan bir tartib qolsa, tartib yo'qsan deymiz demakchi. Vacip degan farz demakchi o şeyler. Yani şey farz demakchi. Hem İmam Malik'ten 3 xil rivoyat kelgan. Mustahab, yani bizse ixtiyari, yani bizse Bismillah desang bo'lmaydi. Yani makruh degan mazmun kelgan. Yani buni hadislarni siz tekshirib, tadqiq qilib, uyan tatib, eng oxirida natija chiqarsanglar, shu Hanifi mazhab degan sunnat va mustahab degan shu gap chiqadi. Ha. Lekin bazı ahli hadislar mesela Şeyh Albani'nin şagirdi Ebu İshaq al-Huvayni zadım şu hadisli sahihti deb bir risale yazgan. Sahihti deb. Keşful mahbu bi thubut hadith at-tasmiyah 'inda al-wudu. Bu şu risalesida ta'an chog'da Bismillah deyish sahih deb tarjih qilgan. Lekin ulamolarning hadis tadqiqoti, mushu fiqh mazhab namini ko'chilib bo'zib tadqiq qilib xuloslasak Bismillah deyish sunnat mustahab. Shu chiqadi. Endi buning lafzi nima esa Bismillah. Yani bir natija Bismillah demabdi, qasdan demabdi, yoki esida yo'q, ya savallikdan demabdi. Bu odamning tarihi qanday oldi? Hisob bo'ladi. Qala was-siwak. Tarixning sunnatlaridan birisi tishni misvaklash. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam vadaba alayhi. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni izchil qilib kelgan ish bu. Hatta tartilish oldindan emas, uningdan boshqa vaqtlardami sirtdan uyga kirganda, yoki uyda o'tgan chog'da pat misvaklab qo'ydigan, uyqudan uyg'ongan chog'da misvaklab qo'ydigan. Va to'y qilganlar diqqat qiling. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnati bu. Mesela ağzı yapırıp kaldı. Uykuda olan ağzının tam özgürüp kaldı. Onun için bu Resulullah'ın sünneti. Yani terden işlememez. Yani biz tertağındığız yani mesela misvak işletişip kaldı. Hazır şişot kısmını da işletmeyimiz. Bunun bir taşlıp kalan sünnet. Hazır sünnet olduğunu terden işlememez dedik. Yani adette ya talağa çıkmak olduk. Ya uykudan oğandık. Yani sırtın çiğdik öyle. Bu şahılda shuni misvaklash sunnatim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davomli qilib kelgan ish. Namoz turishni oldiku. Bu hamda hadisni tushunishki. Qaysi hadis mana? Va qala awsani khalili Jibril bis-siwak. Mening do'stim Jibril menga misvak ishlatishni topilgan dedi. Mana diqqat qilinglar. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Sunan Ibn Majahdan bor, lekin ojiz. Shunami ekan?
Lekin hozir bu hadisninki mazmunini bildirdigan sahih hadis bor. Biz bayatini ham masalaga o'xshashgan. Masalan, Sahih Buxoriy kelgan hadisda laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas, ravi shak qilgan bo'lishi mumkin. La amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salah. Har namoz o'qishdan ilgari misvak ishlatishga buyurdi. Lekin ummatim jafolab qoldi, unda buyurmadim dedi. Ba'zi rivoyatlar anda kulli wudu deb. Hozir ana o'sha anda kulli salat degan mushu lafzga esilgan bo'lishi mumkin. Masalan, shunda nega hisob qo'yib, Allohu akbar, la ilaha illalloh deb takbir tushirildimi? Quloq qilishni ilgirlam, tam hisob qo'yib, Allohu akbar deb. Anda kulli salat degan namoz o'qiydigan chaqda degandek mazmun emas. Ya'ni namozni ilgir degan. Shuni quloq qilishni ilgir degan yerga olib borib tushungan. Buni namozga tartag'an chaqda desak bo'ldi. Namozga ketib o'tib deb tushunsak bo'ldi. Biz namozga chiqishdan ilgari uyda so'zlab chiqsak bo'ldi shu. Anda kulli salat bo'ldi shumi? Lekin hozirgi salafiy qarindoshlar quloq qilishni ilgir deb tushunga taqib olgan. Anda kulli salat har namoz o'qimoqchi bo'lgan chaqda namozga chiqishdan ilgari namozga ketib o'tib, qo'shin degan bo'ldi. Endi takbir tushidi. Imom Allohu akbar deb bo'lgan bo'lishi mumkin. Mesela bu misvak nima qilaman deb uni bilan mashg'ul. Ya'ni namozni quloq qilish kechikib turdi hozir bu. Imom bo'lib qolsa oxirgi jamoatni saqlatdi. Bu islom fiqhida toza to'g'ri emas. Va tushunishda namozdan burun namozni ketib o'tib, namozni bo'lmoqchidan tartag'an chog'da shu ishlatilgan. Quloq qilishdan burun emas, takbir tushirishdan ilgari ishlasang bo'ldi-ku. Masjidga kirimiz bo'lmasa, masjidda takbir tushirishdan burun oldirmaymiz, ishlatib tayyor tursak, bunga yaxshi. Buni o'zi anda kulli wudu degan rivoyat bor. Anda kulli wudu degan, anda kulli salat degan, anda kulli wudu degan mazmun degan deb ayaga apasak bo'ldi. Hadisni ayirmaydan tushunishsan. Ma'qulli salatda hozirgidek bo'lgan chaqda chiqadi ekan. Masalan, ma'qulli salat desakmi, takbir o'qilib bo'lgan chaqda deb unda yaga apirish dalil tushunadi. Tarat olgan chaqda tushunamiz mesela anda kulli wudu'ni. Tartag'an chaqda. Anda kulli salam har namoz turgan chaqda. Shu namoz turishdan ilgirki shu chaqlar masjidga berish va chirish shu hammasi anda kulli salat bo'ldi. Cho'qim o takbir tushirilib, quloq qag'ay degan chaqda anda kulli salat. Bunga namozda masalan la yazalu rajul fi salat man tazara as-salat. Namoz saqlayotgan chaqda namozni o'qmaydi-ku. Davom ekan. Yana Imom Buxoriyning hadisida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu ammasi Maymuna bintul Haris radhiyallohu anhaning uyida qo'ngan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayoli Maymuna. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kishilik ibodati qanday? Boshdan oyoq kuzatib mana shunda ugina deb kishida qo'ngan. Qulmay kuzatib yotgan. Anikan kishida manda chaqdi uyg'ondi, ondan tarit oldi, esig'liq tulumdan. Anda o'ylig'i chiqib, inna fi xalqis samawati val ardi oyatni oyat qadar o'qidi, undan kirib misvak ishlatdi, ondan tarit oldi. Deb kelib, mana summa raja'a ilal bayti fatasawwaka wa tawadda'a summa qama fa salla. Bu rivoyatda mana qattiq qildi. Bu tafsiliy jarayon. Tartilishdan ilgari misvak ishlatdi dedi. Undan keyin mana tawadda'a summa qama fa salla. Summa qama fatasawwaka qabla an yusalli degan gap yo'q menda. Taratni oldida undan endi kulli salat degan nima? Rasulullohning shu sherkitini qanday tushunamiz? Tarat o'tgan chog'da nima shu har bir namozga masalan. Namozni ilgari misvak ishlatgan deb tushunsak bo'lar. Masalan, unda tushunmasak, mana Rasululloh taratni oldi qildi degan sunnaga amal qilmoq bo'ldi. Bu namozni kechib turish u kashili taqa ayrim. Undan ekan sivak ishlatishmi sunnatlar qatoridan. Chunki shu lamartum bisvak anda kulli salat degan shu rivoyat bo'lg'achqa. Lekin musannif akaga rivoyat ajiz. Qalu wal asahhu annahu mustahab. Qalu degan ibaraga diqqat qiling. Bu fiqhiy atalg'u. Yoki shar'iy bilimda ko'pincha uchraydi. Qalu. Bu qaluni egizga ya. Hanifiy mazhabdagi ulamalardan bir qismi bunda dedi. Yoki hamda har xil qarashlarni selishtirib, jalliqroqni ayiradigan bu Hanifiy mazhabdagi ko'z ko'ringan ulamalar bunda dedi degan. Hanifiy mazhabdan jumhur. Jumhur demaymiz hamda bir qismi ulamalar bunda dedi.
Vel asahhu ennehu mustahab. Asah degan mu fiqhiy atalg'u istiloh. Asah degan ma qarashmi sahih, ma qarashmi sahih. Ikkilik sahih yoki 3-4 qarash sahih. Shuning ichidan ma'lumda sahihroq demak. Sal jalliqroq deb tanlaganni ko'rsatdi. Lekin sahih deb qarasaqchi, sahihning muqobili fasid bo'ldi. Yoki beklam aciz tashlab etilgan bo'ldi. Lekin asah deb qarasak uning muqobili umuman emas, sahih. Lekin ma asah degan ma'no. Wal asah annahu mustahabbun. Ana Hanafi mazhab ulamolaridan ba'zilar bu sivak ishlatish mustahabmi, sunnatmi? Sunnat demdik, mustahab demdik. Ba'zilar buni mustahab deymiz, sunnat demaymiz deb qaragan. Nima uchun? Chunki bu tartning asosli bir ish emas bu. Tartning sirtidagi ish bu. Tartning asosiy bir qismi emas. Bu qo'shimcha bir ish, sirtdan qatlib qolgan bir ish. Davomiki buni sunnat demaymiz, u mustahabbat qatoriga kirdi degan. Lekin Hanafi mazhabining al-asah qarashida biz hozir ma yuqoridagi ashuna asah deymizda. Ma qalu deganlar ba'zi ulamolar yo'q, ma mustahab degan asahroqdir dedi. Lekin biz shu sunnat deganni shuni asah deymiz. Demak hozir bu yerda Hanafi mazhabi ikki xil qarash bo'ldi. Sunnatmi, mustahabmi? Ma kitobda sunnat dedimi, demimi? Ha, demak sunnat degan olimlar bor buni. Sunnat dedi. Endi ba'zi olimlar javob, ba'zi olimlar unda selishtirib bakib mustahab deganlar bor demoqchi. İmam Quduri va ko'pchilik olimlar sunnat dedi. Ma kitobda shuni yozdi. Endi İmam Zayla'i qatorliq ba'zi olimlar yo'q bu mustahab deb qaragan. Mustahab desak sal jalliq bu deganlar bor. Lekin biz sunnat degan qarashda shuni al-asah deb qaraymiz. Mishayich bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Shunga yalbama. Bismillahni deyishda suvni qo'lini tartishga munosabatsiz yuvish aqlni. Ha? Qo'ldagi masalan bir maynachilik olib qaz taziltay, uningdan keyin tartning yuvishi boshlangan gap. Ha, tartni qachon boshlaymiz? Bismillah deb undan boshlaydigan bo'lgan. Ha, qo'lni yuvish tartning qo'lni yuvish emas. Unda bir yerda maynatilib qolgan bo'lsa taziltish emas. Sünnet degani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam başında iztil qilib kelgan degan mazmun chiqdi. Mustahab desak-chi, Rasululloh qilmagan bu umum bunda bir dalillar qarab degan bo'lishi mumkin. Demak, mustahabimda azra. Juish farz qilingan o'rinlarni juyishlikka qitim soni qancha farz bo'ladi? Qitim soni ham dekilmiz. Ya'ni shu kitobda hozir shunda bo'lgandan keyin sunnatlar qatorida tasliful g'asl deb bor. Hozir men sunnatlardan taxabbus tugatmadik. Sunnat masalan 8 sunnat bor desak, hozir 3-4 nima qilib andan 3 qatim yuyishmi, 3 qatim yuysa, 3 qatim yuyish sunnat dedi. Fasabran. Aşırısa, 3 qatimdan aşırısa bid'at deydigan ulamalar bor. Taratni olmaydi. Yo'q, taratni olmaydi. Zaman bidat deb qarandiq ya. Bid'at desak bo'ldi. Çünkü Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aslında 3 qatim yuwa. Onun artıq jumagan. Onda artıq yuysak, asasda kelib biraylarni 10 qatimdan yuyish, 20 qatimdan yuyish, bu dinni chingitib, yo'q narsani paydo qilib, xatarlik yo'lga ketib qolgan bo'lg'achqa biz 3 qatim yuydik, 3 qatim yuydi. Rasululloh eng yaxshi shaklda ta'tag'an, tamam? Nima shunda bo'ldi. Rasululloh 2 qatimdan yuganlar. 3 qatimdan yugan, 1 qatimdan yugan. O'sha hammasini qilsang ta'ting to'g'ri bo'ldi deganni ko'rsatib qo'ymoqchi. Eng mukammali 3. Ikkisi o'tiral, birisi aqalli. Pakizan shun bir narsa yuqqan bo'lsa, ta'tamoqchi bo'lsak, uni zot pakizangacha yuyamiz. So'pullab tozalab chiqatib yuyamiz.